Umar Hayyom shunday yozadi: may ichsang oqilu dono bilan ich. Ham hurliqo bir go'zal yuz zebo bilan ich. Oz ich, kam ich, ham yashirin ich. Ezma raqma bo'lma, hayo bilan ich. Endi men shunga qarata bir narsa demoqchiman. Umar Hayyom zebo bilan ich deyapti. May ichdim biroq yonginamda zebo yo'q. Ko'ksimga tegdi o'q, yuragimga solib ketdi cho'q. Yana may haqida bir sal fikr. Sog'lik uchun kamroq ich sharob. Holim bo'lmasin desang harob. Sharob ichmasang-ku katta savob. Garchi poyingni ham qilarlar tavob. Молодец aka, rahmat sizga. Ko'p yashang.